Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men kechagi kun savolining javobini berib o'tmoqchiman. Savolimiz bizda: Mug'ambir Soddilga ushbu ko'prikdan har bir o'tishingda cho'ntagingdagi pulni 2 barobar oshirib beraman deydi. Lekin sen menga har safar o'tganingda 36 ming so'm berasan. Xo'p, agar Soddil 3 marta ko'prikdan ustidan o'tgandan so'ng pul to'lagan bo'lsa, boshida Soddildan necha so'm pul bo'lgan? Xo'p, buni belgilab olib ishlasak bo'ladi. Birinchi yozib olamiz. Soddilda masalan A so'm pul bo'lgan deylik. Xo'p, Soddil ko'prikdan o'tdi. Mug'ambir unga yana A so'm pul berdi. Ya'ni unda 2 A so'm pul bo'ldi. Lekin u 36 ming so'mini Mug'ambirga beradi. Ya'ni bizda Soddilda 2,36 so'm pul qoldi. 36 ming so'm pul qoldi. Ikkinchi o'tishning boshida bizda 2,36 bor edi. Ko'prikdan o'tdi. Mug'ambir unga yana 2,36 so'm berdi. Ya'ni bizda 4,72 so'm bo'ldi. Lekin u 36 ming so'm o'ziga oladi. Bizda bu 4,108 ming pul qolgan bo'ladi. Xo'p, 3-marta o'tishning boshida unda 4A-108 ming so'm pul bo'lgan, ko'prikdan o'tdi va unga yana shuncha pul berdi. Ya'ni bizda 8A-216 bo'ldi. Yana unga 36 ni qaytarib bersa, 8A-852 bo'ladi. Bizda mana shu summamiz teng 0 bo'ladi. Ya'ni bizda 3-marta o'tgandan so'ng unda pul qolmasligi kerak. Bundan ko'rinib turibdiki, 8A-252 ga teng. O'shanda amiz 252 ni 8 ga bo'lamiz. Bu bizda 31,5 ekan. Ya'ni unda 31,500 so'm pul bo'lgan boshda. Xo'p, buni yana bir tekshirib ko'radigan bo'lsak, to'g'rimi, xatomi o'zi? Mana agar bizda boshda 31,500 so'm pul bo'lsa, ko'prikda o'tgandan keyin shuncha pul beradi. 63 ming bo'ladi unda. Bundan 36 mingini Mug'ambir olib qo'ysa, 27 ming so'm pul qoladi. Xo'p, ikkinchi kunning boshida, ikkinchi o'tishning boshida ham 27 ming so'm pul bo'lgan. Ko'prikdan o'tdi, yana 27 ming so'm berdi. 54 ming bo'ldi. O'shandan 36 ming Mug'ambir o'ziga olib qoladi. 18 ming pul qoladi. Xo'p, oxir 3-chi o'tishni boshida 18 ming pul bo'lgan. Ko'prikdan o'tdi, 18 ming yana unga berildi. 36 ming pul bo'ldi. 36 mingni ayirib tashlasak bunda 0 so'm pul qoladi. Sizdan to'g'ri ekan. Ya'ni bizda Soddilda boshida 31,500 so'm pul bo'lgan ekan. Xo'p, oxirida 3 marta o'tgandan so'ng unda pul qolmay qoladi. Xo'p, bizga juda ko'pchilik lichkaga ham yozdi, guruhga ham yozdi javoblarini. Endi eng birinchi va to'g'ri javob bergan, yechilish bilan bergan va yana Alisher bo'ldi. Alisherni ham tabriklaymiz. Bugungi kunda ham xo'p, kun savolini yechdi va o'sha undagi koinlar soni 3 taga yetdi. Bugungi o'sha kun savolining g'olibi ham Alisher. Hammaga rahmat. Soat 8 da bugungi kunning kun savolini tashlayman. Va eng birinchi guruhda javob bilan to'g'ri yechgan inson o'sha bitta koinga ega bo'ladi va bizda xo'p, ro'za tugashiga bizdan hayitlik sovg'a oladi. Hammangizga rahmat, kuningiz xayrli o'tsin.